Aziz do'stlar, biz hozir Food City'damiz. Yangi kelgan narxlar bilan tanishtirib chiqaman. Mana nimalar borligi. Mana sizlar. Xullas. Narsalar bor. Bananlar. Ikrom aka, bananni nechta sotyapsiz? 500 mi? Tarvuz kilosi necha? 58 pul. 58 kilosi. Achishini ananas. Achishini ananas ancha tushibdi lekin narxlari. 500 ming. Ular necha pul ekan? 400 ming ekan. 8 ming tushadi. 400 mingdan ekan. Tarvuzni ichi qizil chiqmaydiganlarga mana tarvuz zo'r. Mana qovun ham bor ekan. Nokilani zo'r mana. Ovqat kutursana bo'ldi. Qovuningiz kilosi necha pul? 90 ming kilosi. Qovun. Nokki zo'r. Shirin. Abad degan nok juda shirin nok, mana shu noklar ham. Kommentar yozib qoldiringlar bilganda, mana drakon. Mashina qilganlar bormi? Yiri-yiriga mana. Kerak bo'lsa kelaverasizlar. Odami ko'p ekan-da? Odam yeyib olgan. Bizda odam bor ekan. Shaftoli, yapaloq shaftoli. Bu necha pul aziz? 70 ming ekan. Mana bu yoqqa o'tamiz. Mana olxo'rlar. Mana g'um bo'lib qolyapti-da. Oq qulpinoy ko'rganmisizlar? Hozir sizlarga ko'rsataman mana shu oq qulpinoyni. Mana. Qaytdiki bu aziz? Haqiqiy koreyskiy. Peruning oq qulpinoyi ekan. Necha pul buningiz? 65 ming. Mazasi umuman yo'q, 65 ming ekan. Bizlarga zakaz qilmoqchiga shuni. Mana Buni qayerdaki? Peru yo'qmi? mana shu narsani yeganlar bormi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Shaftolilar. Zakariyoni turmadi. Mana ular qancha? Zakariyalar yo'q. Bas kelyapti. Achishinilar. Food City'da shunaqa gaplar. Hamma narsa bor. Mana bunaqa narsalar bor mana. Frukti mevalar. Xitoyga. Mana. Hidga chiqqan uzumlar. Nimalar kerak bo'lsa aytaverasizlar.